Assalamualaikum do'stlar. Tadbirlar. Obloshka bechorlik raziyat obloshka yechilmaydi. Ha, yechildi obloshka. Bugun sizlarga Minecraftda tinchi portlatib yurakcha ishlashni ko'rsataman. Hozir biladiganlar bilsin, biladiganlar biladi, bilmaydiganlar bilmaydi, chunki trendda hozir bu narsa. Xo'p, bizga tinchi kerak. Restoran kerak. Va mana bu menam butun kerak. Qaranglar. Bitta qo'yib olasizlar. 1, 2 tadan keyin yana bitta. Ikkita qo'yib olasizlar. Mana buni oldi borki bitta. Ashdan 1, 2 ta sanaysizlar. Ko'rasizlarmi? 1, 2, 3 bo'ladi. Mana hisoblamaysizlar. Mana shu yerda hisoblamaysizlar. Mana shu yerda hisoblamaysizlar. 1, 2 dan bo'lsa 5 mi? Va ustiga bosib chiqasiz. Mana aziz do'stlar, mana shunday qilib olganingizdan so'ng bir butonni joylashtiramiz, bu yoqqa ham joylashtiramiz. Va mana tayyor bo'ldi, boshladik. Tepaga chiqib qarasangiz, yurakchaga o'xshadimi yo'q mana? Yurakchaga o'xshadi. Siz ham sinab ko'ring.